Biznes boshlashga shoshilish kerak emas. Endi tasavvur qiling, urushga qanaqa holatda kiriladi, to'g'rimi? Hech kim ularni backgroundini bilmaydi. Balki qiyinchilik ko'rgandir, balki shunchaki meros qolgandir. Shu yoshli bozordagi eng yo'yinchilar ochig'ini aytganda. Xo'p, Behzod aka, yaqin orada biznes boshlashni reja qilib yuribman. O'shanga nima maslahat bera olasiz? Xo'p. Keling, sizlarning fikringizni qaytarishdan oldin bittani yaxshi savol deb qo'yamiz. Umumiy ma'noda. Xo'p, umumiy qilib aytadigan bo'lsak, hozirgi yoshingiz nechida shunda? 19 da. 19 da. Qarang, shu paytgacha bizani mana shu sohada bo'lganda, men ham o'zim yoshman, ochig'ini aytaman, to'g'rimi? Ya'ni javob qarib qolganim yo'q hali. Hali yoshmiz. Va endi siz hozirgi men tavsiya beradigandan siz aytishingiz mumkin, o'zingiz boshlagansiz-ku, o'zingiz qilgansiz-ku deyishingiz mumkin. O'shaning uchun oldin olib ketmoqchiman. Shu paytgacha tushungan bitta narsam bor. Biznes boshlashga shoshilish kerak emas. Biznes bu nima desa bo'ladi? Kakani urushga kirib ketayotgandek deydigan bo'lsak, chunki doimiy rivojlanish, doimiy kimdir bilan konkurent bilan aytaylik kimdir bilan ustun bo'lishingiz kerak, doimiy rivojlanishingiz kerak va hokazo. Endi tasavvur qiling, urushga qanaqa holatda kiriladi, to'g'rimi? Urushga misol uchun sovutlarni kiyib olib, qo'lga orujalarni olib olib, misol uchun boshga dubulg'alarni kiyib olib. Tushunasizmi? Ya'ni tayyor bo'lib, keyin urushga chiqiladi. Keyin ozgina ovqat ham olinadi, shtobi ozgina muddatga yetish. Endi hozirgi yosh paytidan biznes boshlashini sababidan boshlaydigan bo'lsak, sababi nimadan iborat? Hozir ijtimoiy tarmoqlar rivojlangan payt, solishtirish juda ham katta rivojlanib ketgan. U yoki bu shaxs bilan solishtiradi. Nimaga unda 18 yoshda o'qishladi, kimdir 20 yoshda otasiga nimadir olib berdi, misol uchun, u yo'lda va hokazo. Lekin hech kim ularni backgroundini bilmaydi. Qayerdan kelib chiqdi ular, ota-onasi kim, misol shu paytgacha nima ish qilgan, balki qiyinchilik ko'rgandir, balki shunchaki meros qolgandir, misol tariqasida aytaman. Tushunasiz? Hech kim mana icebergga pasini ko'rmaydi-da, shunchaki mana bundoqqina qism, faqat ular ko'rsatayotgan qisminigina ko'radi xolos. Va yuqori ehtimol bilan 99.9% holati siz ko'rayotgan Instagramdagi holatlar bor-ku, insonlar o'zini qiynalayotgan, ovqatsiz qolgan, aytaylik bir qiyin ahvolda bo'lgan vaziyatlarni ommaga tadbiq qilmaydi. Ular faqatgina mana shu qiynalib topgan pulini ishlatayotgan jarayonini sizga ko'rsatadi xolos. Tushunasizmi? Ya'ni qayerdadir arendaga olib haydayotgan mashinasini yoki kreditga olib borib sayohat qilib kelayotgan va hokazo, tushunasiz? O'shandan kelib chiqqan holda tabiiyki yoshlarda mana biznes boshlayman, mana shunaqa hayotni xohlayapman degan fikr bo'ladi. Va aynan ularning xatosi ham shundan iborat va ikkinchi qiladigan xatosi hech qanaqa ustoz topmasdan, hech qanaqa kasbni to'liq o'rganmasdan turib, qaysidir korxonaga kirmaydi va hokazo, sirasi biznes boshlayman deydi. Va aynan shu yoshlar kirayotganlar aynan nimasi bo'ladi? Boya gaplashdik-ku, demping qiladi bozordagi eng o'yinchilar. Va aynan shu yoshlar bozordagi eng o'yinchilar ochig'ini aytganda. Tushunasizlar? Ozgina muddatda o'rganib oladi, bo'ldi, men o'zi bildim deb o'ylaydi va ertalik bozorga kirib keladi. Hozir nima oson shunchaki target yoqib yuboradi. Shuni reklamani yoqib yuboradi, siz ham ko'rasiz, men ham ko'raman uni. Tushunasizlar? Ya'ni nima desa bo'ladi? Xaridorni e'tiborini jalb qilish oson bo'lib qolgan. Qimmat, lekin oson, tushunasiz? Tabiiyki, boshlang'ich byudjet topadi, reklama beraveradi va tabiiy otgan aytaylik baliq tutadigan nazarda tutib otganiga kimdir qaysidir tadbirkor ilinadi. Va ilingandan keyin ma'lum bir muddat ishlab ko'radi, tadbirkor norozi bo'ladi va bunaqa tadbirkorlar ko'payishni boshlab bozor yetib keladi. Xo'p, umumiy fikr nimadan iborat? Hali siz ma'lum bir sohani mutaxassisi man deb ayta olmaysiz va aytaylik ma'lum bir korxonada bir necha yil davomida ishlab, aynan u korxona qilgan xatolardan o'rganmagansiz hali. Tushunasiz? Boyaga aytgandagi siz hali nima desa bo'ladi? Urushga tayyor emassiz. O'shaning uchun ana shorty maykada urushga kirib ketish tavsiya qilinmaydi. Endi fikr o'laroq mana o'zim boshlaganman, misol uchun mana yurg'izamiz nimadir qolamiz. O'zimga beradigan tavsiyam o'sha paytda men boshlamagan bo'lardim. Men undan ko'ra o'zim nima desa bo'ladi, mutaxassis bilgan insonni oldiga yoki bo'lmasa yaxshi professionallardan iborat komandani ichiga qo'shilib olgan bo'lardim. Va o'shanda aytaylik mana 18-19 bo'ladigan bo'lsa, 25 gacha o'sha yerda boyaga aytganimdagi ana narsalarga pul yig'ib, tushunasizmi? Pul yig'ganda opit yig'ib, tajriba qilib keyin ochadi. Ana undan keyin yarashadi. Tushunasiz? Hozir mana o'sha qilib bo'lingan xatolarni qilaman deb yana siz umringiz o'tadi.
tabiiy 25 gacha ham borasiz. O'zingiz qilgan bo'lasizda quyidagi xatoni. Лучше всего kallani ishlatgan holda eng zo'r inson, eng anaqa inson bu 3 xil inson borda. Kimdir o'zi xato qilib tajriba oladi, kimdir nima desa bo'ladi? O'zgalarni anaqasi xatosidan oladi. Va ikki xil ekan, uzr. Bittasi o'zi xato qilib oladi, ikkinchisi o'zgalarni. Bunda kalla qo'yganni ko'rib, voy cho'ti boshi og'rir ekan deydi. Chans undan ko'ra ikkinchi shaxs bo'lishi kerak. Chunki biz 100 yil, 200 yil yashamaymiz-ku, чтобы qilingan xatoni qaytadan qovurish. O'shaning uchun tavsiya fikr nimadan iborat? Ustoz topasiz, o'rganasiz, ma'lum muddat ko'rasiz, yo'l-yo'l hamma xatolarni o'shan ustozingiz boshchiligi ostida yoki o'sha korxonaning ichida qilasiz. Tatuirovkalarni olasiz orqangizga. Ana undan keyin bemalol уже boshlasangiz bo'ladi. Ana o'shanda ham bilasizmi nima? Siz mana 25 yoshgacha qaysi korxonada yurishingiz, ustoz oldida yurganingiz bilan hamma narsani bilib qolmaysiz. Lekin sizda u yoki bu vaziyatdan qanaqa chiqib ketish, u yoki bu qiyin vaziyatda qanaqa yo'l tutish degan savolingizga javob bo'ladi. Javob bo'lmagan taqdirda ham sizni orqangizda ana ishlagan korxonangiz bor yoki bo'lmasa ustozingiz bor, yo'l-yo'l ko'rsatib turadi. Mana shu narsani hozir yoshlar unutib qo'ygan, 2 oylik kursga borishadi, aytaylik, уже biznes boshlab yuborishadi, takomnaqa, и все, уже ozginadan keyin depressiyaga tushib o'tiribdi, misol uchun, tushunasizmi?